Qaranglar qanaqa mahalla ekanmiz. Endi mana bu uyga qarang. 2,5 sotuv Yunusobodda zo'r to'chlardan bittasi. Islomobod mahallasiga kelganmiz. 245 ming hozir startga chiqarilyapti shu hovlimizni. Bilasizlar, Islomoboddan uy topish hozir rosa ham qiyin bo'lib qolgan. Yer o'zlari ham yo'q sotilayotgan. Mana sizlarga zo'r variant, naves qarang, qanaqa katta qilingan. Bu yerda sanduq tashalgan, yozgi oshxonaga joy tashlab ketganlar. Hovlisini qarang, chiroyliligini. Ko'cha tarafdan ham videoni ko'rsatib ketaman. Va bu yerda mana oshxona qismiga отдельно kirib chiqish uchun eshik ham tashlab ketganlar. Uyimizda где-то 70% bitgan desam bo'ladi, chunki hamma narsa qilib qo'yilgan, kommunikatsiyalar polni qilingan. Miyasini qo'ysangiz bo'ldi. Topli pola, patologlar, elektromontajlar hammasi qilib qo'yilgan. Dizaynlargacha ham qilib qo'ygan. Hozir dizayn orqali mana remont qilsangiz bo'ladi dalishi. Bu yerda oshxona qismi katta qilingan. Bu yerda bitta katta zalimiz, общий sanuzulimiz va spalniy birinchi etaj uchun o'zini ichida spa anaqa sanuzulllari ham bor. To'liq podval, общий kvadratura 370 kvadrat. Tepaga keladigan bo'lsak, tepada общий 3 ta xona, bitta master spalniy, bitta общий sanuzul va ikkita yana spalniy bo'lyapti va kattagina hol qismi. Xullas, proyekt juda ham zo'r chiqqan, uy juda ham sifatli qurilgan. Tanishib videoni jo'natib qo'yinglar. Narxi 245 ming, 2,5 sotuvga so'ralyapti. Yana o't beraman deyaptilar. Bizdan kuzatishni davom etinglar. Bitta dona bor sotuvda. Ulgurib qolishga maslahat beraman.